Mashina qilib qayerga bo'lsa o'tirib ketishlardi, davr o'tdi. Endi qayerga bo'lsa o'tirib ketavermaylar. Ekologiya zararlarni tiyadi. Tayyor mana hamda ko'chma hojatxonalar o'zimizni Qo'qon kirib keldi. Bemalol zakaz qilsalar bo'laveradi. Atigi $3400 bitta, ikkita, mana 3 talik hojatxonamiz hamma yoq tayyor holatda bo'ladi. Hattoki arizoni bilan, mana hamda rakyonasi, hattoki dushi bilan birgalikda. Yana ayollar tomoniki ham alohida bo'ladi. 6 metrligi bo'ladi. Mana bu tomonni ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu joyda mana semestr qo'yib beryapti. Rakyonasi bu tomonda yana bitta, общий 4 ta hojatxonasi bor, 6 metr bo'ladi. Atigi $3400 ga do'stlar Samarqandgacha dastlabkasini qilib beradi. Hattoki to'klarni ham ulab qo'ygan. Shuni to'kka ulasiz bo'ldi. Bundan tashqari tayyor uylarimiz bor, 6 metrligi bo'ladi do'stlar. Ko'ryapsizlar, atigi $1750 ga qilib beryapti ekan. Xo'p, buni vodiyning ichiga dastlabkasi mutlaqo tekin bo'lar ekan, $1750 ga. Hattoki devorlari ham dekoplastar qilingan plastik holatda. Do'stlar, pollari bilan tayyor holatda bo'ladi. Ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi. Zakaz qilaverasizlar.